Manga o'xshash loq go'shtni yoqtirmaydigan so'ng xachish qamroq do'stlarimiz bormi? Inkas rayoniga 3 raqamini yo'llab beqinglar. Qanchalik do'stlarimiz amroqki birlikda ko'rib baqayli. Sirtdan bir taxsini 168 ga yeydigan yangbangoni oilada qanday qitib yeymiz? Undaqda videoning oxirigacha ko'rib o'rganib oling. Avval qo'y so'nkini suvaq suv silib, qozon qaynagandan keyin ko'pikchilarini pokis elib etamiz. Mushu nuqtaga bekroq diqqat qilinglar. Bo'lmasa ko'pikchilar so'ngga chaplashib qilib, go'shtni bir xil maynat chiqarib qo'ydi va taxminan 10 minut atrofida qaynatgandan keyin qonlar pokis chiqib ketadi. Uningdagi so'ngakni suzib elib olamiz. Uningdan keyin piyoz, samsaq, zanjibilni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushoq to'g'rib olamiz. Qozon muvofiq miqdorda may qo'yib, may qizgandan keyin samsaq, piyoz, zanjibillarni silib pirishga qo'rvatgandan keyin kavovchindan 15-20 tal silib etamiz. Achchiqroq yeyishni yaxshi ko'rganlar o'zinglarning ehtiyojiga qarata muvofiq miqdorda lapis savasanglar bo'ldi. Uningdan keyin qizartish uchun chanvagan lazımmi bir qo'shq atrofga silib etamiz. Uningdan keyin qiziq suv qo'yib qaynatib olamiz. Ondan keyin cho'ng ustamning qo'y ustixon samovar tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor, buningdan boshqa tetitqilan silishning hojati yo'q. Mushundaq so'ngakli go'shtlarga bir bo'loq silib etadigan bo'lsanglar, ta'mi ajoyib bek payiz chiqadi. Tuzni bek as-salimiz do'stlar, yarim qo'shiq tuz, yarim qo'shiq oqmis silib, apetdan suzib olgan so'ngaklarimizni silib, taxminan 1 soat atrofida dumlab pishirib olamiz. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Hozir 60 xil darsimizni palet qilyapmiz. Cho'ng taqsliq qorma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Rangi bek chiroyli chiqibdi do'stlar. Go'shim intayin yumshoq pishibdi. Ichidagi jiliklarimi ko'ngilga tegmagidek. O'rganib oldingizmi?